Salom do'stlar, Oson kanalida sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan ilmiy ish qilishda davom etamiz va bugun antiplagiatga maqolani, dissertatsiyani, tezislarni tekshirish harakatini qilib ko'ramiz. Bunda bizga antiplag.uz degan resursimiz yordam beradi. Shuning bo'yicha ko'pchilik attestatsiya komissiyalari ushbu resursdan sertifikatni so'raydi, dissertatsiyalarni originalligini baholashda. Va biz avvaliga ushbu dasturni ko'rib chiqishga qaror qildik. Unda men Gemini'ning yangi imkoniyatlari, bunda bloknot, notebook LM'ning imkoniyatlarini ham Gemini ichiga yuklab qo'yishibdi va biz saytimiz antiplag.uz saytiga kiramiz. Bu yerga kirganimizda bizga shu sahifa ochiladi va bizga kerakli qism foydalanuvchilar uchun tizimni qanday ishlatish bo'yicha gayd bor ekan. Ushbu gayd bilan bir tanishib chiqamiz. Nima bu, qanday ishlatiladi, qanday registratsiya qilinadi, barcha yo'nalishlar ko'rsatilgan va shuningdek saytning o'zida qo'shimcha bir qancha ma'lumotlar bor. Endi biz ushbu resurslarimizni bloknotga yuklaymiz va nima haqidaligi, bu resurs qanaqa texnologiyalar ishlatilishi, qaysi manbalardan foydalanish, qanaqa funksiyalar bilan nimalar yuklanish bo'yicha ma'lumotlarni qisqacha tanishib chiqamiz. Shuningdek, uni ishlash algoritmida qanaqa algoritmlar ishlashi, so'zlikni yoki boshqa tillardan tarjima qilinganda ularni aniqlash haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bizda mana tekshirish etapi bo'lyapti. Word faylini yuklaymiz. Bunda ma'lumotga ko'ra milliarddan ortiq ochiq ma'lumotlarga ega bazalardan biz yuklagan ma'lumotni tekshirib chiqadi. Ma'lumotni 3-10 daqiqa ichida berar ekan. Va men o'zimga qiziqtirgan bir nechta savollarni berib ko'rdim. Qanday qilib iqtiboslarni, rasmlarni, jadvallarni tekshirishini, to'g'ri format qilishni so'rab oldim. Ular tanishib chiqamiz, o'rganamiz va saytga kiramiz. Birinchi qiladigan harakatimiz tizimga kirishimiz kerak. Bu kirishda biz avvaliga ro'yxatdan o'tishimiz lozim. Bunda ism, familiya, otchество va pochta, parollar qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men bu jarayonni qilib bo'ldim va shu sababli kirishda Google akkauntim orqali kirib ketaman. Sizlarga ham tavsiya qilaman ushbu omsa orqali kirishni. Bizda endi kabinetimizga yukladi va modullar haqida beryapti. Endi men hozirda magistrlik ishini qilib bolayotganim sababli hozircha 60-70% tayyor bo'lib qolgan. Shablon kirish qismi iqtiboslarni kiritganmiz. Birinchi bob, ikkinchi bob yakuniga yetgan. Mana bu yerda men jadvallar ishlatganman, faqat grafiklar ham qo'yib ketganman. Tashqari ikkinchi bobni tugatdim. Endi uchinchi bob qolgan va xulosa qismi. Uchinchi bob uchun paragraflarim tayyor. Tashqari xulosa qismi uchun bo'sh listlashib ketgan va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati. Bu faylimizni biz plagiatni tekshirish tugmasi orqali tekshirishimiz mumkin. Faqat avvaliga biz o'zimizni hisobimizni to'ldirishimiz kerak. Hisobingizda mablag' yetarli emas. Yangi quyida ishlayapsiz, ammo hisobingiz mablag' yetarli emas. Hisobingizni to'ldiringiz, so'ng urinib ko'ring, deyapti. Hisobni to'ldirish harakatini qilamiz va to'ldirish nuqtasini bosganimizda bizga tariflarni ko'rsatib turishibdi. Degan tarif bo'yicha 46,000 so'm kompyuter sertifikati uchun 6,000 so'mdan yaratiladi. Hech qachon to'lashga majbur emas. Nechta hujjat tekshirishni belgilang. Hisobingizni to'ldiring va o'z hujjatlaringizni tekshiring. Test tufayli plagiat tizimimiz qanday ishlashini ko'rish uchun sizlarga ko'rsatib beraman. Taqdimiy ilovalar orqali biz hisobimizni to'ldiramiz. Telefonim orqali to'lov qilib oldim. Bizga to'lov
boshlanganligi va mana ko'rtirgandek endi balansimiz to'g'ri. Eng harakat faoliyatni tekshirishga o'tamiz. Bu yerda hujjatimizni nomi. Unda biz reja degan nom yuklandi, hujjat turi. Hujjat tasnif deb nomlaymiz va tekshirishga beramiz. Tekshirish jarayoni shu daqiqadan 10 daqiqagacha deb aytishyapti. Hozir yuklab bo'ldi protsess va tekshirilmoqda statusida turibdi. Do'stlar, mana Antiplagus tekshirishni amalga oshirib chiqdi va ajablantirgani 98,5% originallik beryapti. Tak, endi natijani ko'ramiz. Tek mana umumiy ma'lumotlari, ism, familiya, qancha vaqt o'tkazdi, qaysi fan tekshirib chiqdi va original hujjatni yuklab olish. Bu bizni faylimizdan berish kerak. Demak, yuklab olishni bosib ko'raylik. To'liq hisobot, qisqacha hisobot. To'liq hisobotni bosib ko'ramiz. To'g'risi, bunchalik katta foiz berishiga umid qilmagandim. Menimcha qanaqadir tizimda algoritmlarda xatolik bo'lishi kerak yoki men yozayotgan sintaksiya haqiqatan ham original. Iqtiboslarni hammasini to'g'ri qo'yganim sababli juda katta foiz berdi. Men xursandman. Endi to'liq hisobotni olamiz va bundan tashqari biz ushbu tekshiruv natijasini sertifikat ko'rinishida yuklab olamiz va ushbu sertifikatni biz dissertatsiya varaqamizga qo'shib qo'yishimiz mumkin. Mumkin emas, hattoki majburimiz qo'shib qo'yishga dissertatsiya komissiyasiga ushbu sertifikatni taqdim qilamiz. Aks holda bizni dissertatsiyani himoya qilishga qo'yishmaydi. Biroz kutib turamiz, hisobot shakllanishigacha. Hisobotimiz bu yerda manbalarga solishtirilganligi, qancha foizlar, darajalar haqiqat bergan va ushbu joydan biroz ma'lumot olinganligi, bu joydan ko'chirma borligini aytyapti. Bu hisobotni tortib olamiz, dissertatsiyamizga qo'yamiz. Undan tashqari bizga yana sertifikat kerak bo'ladi. Buning uchun yana pul to'lashimiz kerak, 6000 so'm ekan. Menimcha bu buni ham ko'rsatib qo'yaman. Sertifikatni va 6000 so'm to'lashimiz kerak. Yana paymentga o'tamiz QR kod orqali. To'lovni amalga oshiramiz. Tak, to'lovni qildik. Bizda hisobimiz to'lgandan keyin sertifikatni yuklab olishga imkoniyat yaratadi. Yuklab olishni bosamiz va bizga shu ko'rinishda sertifikat berishadi. Bu yerda bir masala bor. Bizni profilimiz, ism, familiyangizni bitta tekshirib olinglar. To'g'ri kiritishingiz kerak. Diplom-ishida dokumentatsiya yuzasidan ma'lumotlar hammasi to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Aynan mana shu yozuvlarni sizni sertifikatingizga chiqarib berishadi. Hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizni kuzatib turing. Salomat bo'ling.